Hop, endigi o'rganganimiz kvadrat tenglama va uning yechimi, yechilish usullari, xossalari, kvadrat tenglamaning turlari va keyin o'rganganimiz Witt teoremasi bor ekan. Kvadrat tenglama. Dastlabki kvadrat tenglamani o'zi nima? Avval tenglamaga to'xtalamiz. Tenglama deganda nimani tushunardik? Tenglama deb nimaga aytiladi? Noma'lum son qatnashgan tenglikka tenglama deyiladi. Bu yerda chiziqli tenglamani aytganmiz va chiziqli tenglamani 8 xil minimum ko'rinish haqida gaplashgandik. Qo'shishga doir 2 ta, ayirishga doir 2 ta, ko'paytirishga doir 2 ta, bo'lishga doir 2 ta va ular bir-birini topish uchun edi. Bir tarafga olib o'tish qoidasi bor edi. Nima qilamiz bir tarafga olib o'tganda? Ishoralar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni plyus bo'lsa minusga, minus bo'lsa plyus, ko'paytirish bo'lsa bo'lish, bo'lish bo'lsa ko'paytirish. Bu chiziqli tenglamalar. Sabab nimaga chiziqli tenglama deyilgan? U yerda noma'lumning darajasi 1. Endi aynan nimaga kvadrat tenglama deyiladi? Demak, ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishdagi tenglamaga hamda shart a teng emas 0 bo'lsa, bunday ko'rinishdagi tenglamaga kvadrat tenglama deyiladi. Ya'ni shart aytyapmiz, a 0 dan farqli son bo'lishi kerak. U kasr 0 musbat 0 ahamiyatga emas, lekin 0 bo'lmasa bu. Nimaga? Agar 0 qo'yadigan bo'lsak, 0 kar x kvadrat 0 bo'lib ketadi va bx plus c teng 0 ko'rinishdagi chiziqli tenglama bo'lib qoladi. Ya'ni noma'lumning darajasi 1 ko'rinishdagi tenglama. Endi kvadrat tenglamaning turlari bor. Qaysi turlari? Chala kvadrat tenglama va to'la kvadrat tenglama. Ularning turlarini biz yozamiz. Birinchi o'rganganimiz demak chala kvadrat tenglama. Chala kvadrat tenglamaning hollari. Birinchisi ax kvadrat teng 0. Ikkinchisi ax kvadrat plus bx teng 0. Bu ikkinchisi. Uchinchisi ax kvadrat plus c teng 0. E'tibor beringlar, qaysi hadlar yo'q? Avval shu shartlarni to'g'rilamiz. Demak, ax kvadrat teng 0 ko'rinishga kelishi uchun bizga berilgan kvadrat tenglamada qaysi koeffitsiyentlar nimaga teng? Bizda qaysi hadlar yo'q bu yerda hozir? Ax kvadrat teng 0 bo'lishi uchun bx va c yo'q. Demak, o'z-o'zidan bu holat bo'lishi uchun b teng 0 hamda c teng 0 bo'lishi kerak. Endi ax kvadrat plus bx teng 0 bo'lishi uchun bizga qaysi had yo'q bu yerda? C. Demak, c teng 0. Endi uchinchi holat bo'lishi uchun ax kvadrat plus c teng 0 bo'lsa, bu nima bo'ladi? Qaysi had yo'q bizda? Bx. Ya'ni bx yo'q bo'lishi uchun b teng 0. Demak, 3 ta holatda kelishi mumkin ekan chala kvadrat tenglama, ya'ni to'la emas. Barcha hadlari mavjud emas degan. Endi har bitta holat bo'yicha chala kvadrat tenglamaning yechilishi. A bu yerda 0 dan farqli son dedik, to'g'rimi? Sonni nechaga ko'paytirsak 0 ga teng bo'ladi. 0 ga. Demak, to'g'ridan to'g'ri birinchi holatdagi yechimimiz x teng necha bo'lar ekan? 0. Endi ikkinchi holatda berilgan chala kvadrat tenglamani ishlashimiz uchun biz qoidalar asosida bajaramiz. Ya'ni qaysi qoidalar? Ax kvadrat plus bx teng 0 bo'lsa, umumiy ko'paytirishni qaysi qismiga chiqaramiz? Qaysi umumiy ko'paytirish bor bizda? X. Demak, x ni chiqarib olsak, nima qoladi? Ax plus b teng 0. Va qoida, bu yerda ikkita sonni ko'paytmasiga kelib qoldi. Biri x, biri ax plus b. Qachon ko'paytma 0 ga teng? Qachonki ko'paytuvchilarning kamida bittasi 0 bo'lsa. Demak, ikkita holat bo'lar ekan. Birinchi holat bo'yicha yechimimiz x 1 teng 0, ya'ni 0 ni har qanday songa ko'paytirsak 0. Endi ikkinchisi yechishimiz uchun demak ax plus b teng nima deb yechamiz? 0 ga tenglashtirib yechamiz. Bu uchun bajarish uchun xuddi chiziqli tenglama tartibida. Nima ishni amalga oshiramiz endi? Ax teng minus b. Bu yerdan x topishim uchun nima qilaman? Minus b ni a ga bo'laman. Bu yerda ya'ni koeffitsiyentlar, sonlar kelishi mumkin. Faqat formulasi bor, misollar bilan ko'ramiz. Endi uchinchi holatda ax kvadrat plus c teng 0 bo'lsa, xuddi tenglamaning yechilish tartibi. Noma'lum sonlar tenglikning qaysi qismida qoladi? Noma'lum sonlar tenglikning chap qismida, ozod sonlar tenglikning o'ng qismida. Demak, bir tarafdan ikkinchi tarafga olib o'tganimizda bizda nima hosil bo'ladi? Ax kvadrat teng minus c. Bu yerdan x kvadrat topsam nima chiqadi? Minus c taqsimda a. Endi eslaringizda bo'lsa kvadrat ildizni o'tdik.
va kvadrat ildizda xossalar bor edi, to'g'rimi? Kvadrat ildizdan chiqarishimiz mumkin. Demak, bu yerdan hozir x topishim uchun men nima chiqaraman? Ildiz olishim kerak. Demak, menda ikkita holat bo'ladi. X teng ildiz ostida minus s taqsimda a. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri mana bu ko'rinishda yozaman va eslayman. Agar 2 ning kvadrati necha? Minus 2 ning kvadrati 4. Demak, mana bu narsa musbat qiymat qabul qilsa, bu yerda chiqadigan yechimim nima qiladi? Ikki xil bo'ladi. Bittasi musbat, bittasi manfiy. Demak, to'g'ridan to'g'ri yozishim mumkin. Nima deydi? X birim teng ildizda minus s taqsimda a bo'lar ekan. Minus s taqsimda x 2 nimaga teng bo'ladi shunda? Minus ildizda minus s taqsimda a. Ya'ni mana bu ildiz ostidagi son, ildizdan chiqadigan sonni bir marta musbati, bir marta manfiysi. Demak, bu chala kvadrat tenglamaning 3 xil ko'rinishi va ularning yechilish usullari bor. Endi har bittasiga bittadan misol bilan ko'ramiz. Misol. Birinchi holat bo'yicha. Deylik 3x kvadrat teng 0 bo'lsa, nima bo'ladi? 3 ni nechaga ko'paytirsam 0. Demak, x teng 0. Tamam. Endi ikkinchi holat bo'yicha 2x kvadrat plus 3x teng 0. Nima qilar ekanman yechish uchun? Avval umumiy ko'paytiruvchi qilib x ni qavsini tasvirga olib chiqaman. Nima qoladi qavsida? 2x plus 3. Demak, o'z-o'zidan kelib chiqadi. Birinchi yechimim 0. X 1 teng 0 bo'ldi. Ikkinchisini yechish uchun nima qilaman? 2x plus 3 teng 0 degan tenglamani ishlashim kerak. Qanday ishlaymiz? 2x teng minus 3, bu yerdan x topsam minus 1/15. Demak, ikkita yechim chiqdi. Bitta yechimim x 1 teng 0, x 2 teng minus 1/2. Bu degani x o'rniga 0 qo'ysak ham 0 chiqadi, x o'rniga minus 1/2 qo'ysam ham 0 chiqadi degan. Endi uchinchi holatdagi ko'ramiz. Demak, 3x kvadrat minus deylik 27 teng 0 bo'lsin. 3x kvadrat minus 27 teng 0 ko'rsak tenglama yechishim kerak. Nima qilishim kerak? Buni bajarish uchun minus 27 ni tenglikni o'ng qismiga olib o'taman. Nima qoladi? 3x kvadrat teng 27. Endi x kvadrat topsam necha bo'ladi? 9. Endi bu yerdan x topishim uchun nima qilar ekanman? X teng plus minus ildizda 9. Demak, o'z-o'zidan x birim teng 9 dan ildiz chiqarsam 3. X birim teng 3 bo'ldi. X 2 ni topsam minus 3 bo'ldi. Tushunarlimi? Bu chala kvadrat tenglama va uni yechilishi. Kelishdingmi? Xo'sh, ana endi keyingisini ko'ramiz. Demak, chala kvadrat tenglama bo'ldi. Tepasiga davom deb qo'yaman. Ya'ni endi nima aytamiz? To'la o'z nomi bilan to'la kvadrat tenglama deyapti. Demak, bu kvadrat tenglamamda uchala hadi ham mavjud, ya'ni bor bo'lish sharti bilan. Demak, uchala hadi ham bor degani ax kvadrat plus bx plus c teng 0 va sharti nima? Har doim nima bo'lishi kerak? Yo'q. A teng bo'lmasligi kerak nimaga? 0 ga. Demak, men shart yozaman. A teng emas 0 degan shart bo'lishi kerak. Endi bu ko'rinishdagi kvadrat tenglamani bajarishim uchun dastavval sizlarga formulasini yozib beraman va formulaning isbotini keltirib beraman. Sabab hozir isbot bilan yozsam aynan nima ekanligini tushunib qolasizlar. Xo'sh, demak ax kvadrat plus bx plus c teng 0 ko'rinishdagi tenglamani bajarishim uchun men ildizlarni topishim kerak va u ildizlarni topishim uchun diskriminantga murojaat qilaman. Diskriminant nima? Diskriminant d teng b kvadrat minus 4ac formula yordamida topiladi. Demak, diskriminantni hisoblashim uchun berilgan kvadrat tenglamadagi koeffitsiyentlarni xuddi shu formulaga qo'yib, diskriminant chiqib keladi. Endi menga nima kerak? Agar kvadrat tenglama bo'lsa, nechta yechim bo'ladi? Eng kamida, ya'ni kvadrat tenglama agar diskriminant orqali topadigan bo'lsam, diskriminantni baholayman. Sabab hozir formulasini yozsam, x1 2 deyiladi. x1 2 teng minus b plus minus ildizda d taqsimda 2a formula bilan hisoblanar ekan. Bu degani x1 teng bo'ladi nimaga? Minus b plus ildizda d taqsimda 2a ga. x2 nimaga teng bo'ladi? Minus b minus ildizda d taqsimda
2a ga. Nimaga aynan kvadrat tenglamada nechta yechim bo'ladi degan savolni qo'ydim. Sabab bu yerda ildizda yozdim, to'g'rimi? Ildizda qaysi son bo'lishi mumkin emas? Manfiy. Demak, agar birinchi holat bo'yicha d 0 dan kichik bo'lsa, kvadrat tenglama yechimga ega emas hisoblanadi. Ya'ni bo'sh to'plam degan. Diskriminant 0 dan kichik bo'lsa, ildiz ostiga manfiy son kirishi mumkin emas va shu sababli kvadrat tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Bo'ladi. Endi ikkinchi holatda agar d teng 0 bo'lsa, 0 dan diskriminant nima chiqadi? 0 chiqadi, to'g'rimi? Agar diskriminant 0 ga teng bo'lsa, bu ildizim bilan bu ildizim bir-biriga teng bo'ladi. Sabab minus b ga 0 ni qo'ysam ham minus b, minus b dan 0 ni ayirsam ham minus b. Demak, d teng 0 bo'lgan holatda kvadrat tenglama nechta yechimga ega? Bitta. Bunda x1 va x2 bir-biriga teng. Endi uchinchi holatim bo'yicha agar diskriminant 0 dan katta bo'lsa, ildizdan hozirgi chiqarganimizdek nechta qiymat chiqadi? Ikkita, ya'ni bittasi musbat, bittasi manfiy. Va o'sha sababli bittasida plyus oldim, bittasida minus oldim. Agar diskriminant 0 dan katta bo'lsa, endi nechta yechim chiqar ekan? Ikkita yechim chiqar ekan. Ya'ni yechimlar tariqasida yozsam, bu holat bo'yicha x1 va x2 mavjud emas. Mavjud emas. Ya'ni x1 va x2 yo'q. Bu holat bo'yicha nima bo'ladi? x1 teng nimaga? x2 ga, ya'ni ikkala ildizi bir-biriga teng bo'lib qoladi. Uchinchi holat bo'yicha x1 va x2 bor, ya'ni mavjud. x1 ni ham topish mumkin, x2 ni ham topish mumkin. Ana endi to'la kvadrat tenglamani yechilish qoidasi bo'yicha diskriminantni keltirib chiqarib beraman dedim. Diskriminant qanday hisoblanishini va u qayerdan olinganini ko'ramiz. Bu uchun berilgan kvadrat tenglamani barcha koeffitsentlari va barcha hadlarini a ga bo'lib yubordi. Sabab a 0 dan farqli sonmi? Tenglikni ikkala qismini bir xil songa bo'lishim mumkinmi? Xuddi shundan foydalanaman. Agar berilgan kvadrat tenglamada a ga bo'lib yuborsam nima hosil bo'ladi? ax kvadrat a ga bo'lsam x kvadrat bo'ldi. Endi plus bx ni a ga bo'lsam nima bo'ladi? b taqsimda a x plus c ni a ga bo'lsam c taqsimda a va 0 ni a ga bo'lsam 0. Ana endi men bitta formulani eslayapman. Bu formulani bilasizlar. Ya'ni qaysi formula? a plus b ni kvadrati nimaga teng? A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. Nimaga buni esladim? Sabab mana shu formulaga to'ldiraman. Ya'ni kvadrat tenglamadagi diskriminant formulasini topish uchun yig'indining kvadrati formulasiga berilgan hadni to'ldiraman. Qanday to'ldirishim kerak? Menga yetmayotgan qism nima? A ni kvadrati bor va formuladagi nima kerak menga? 2. Demak, 2 ni topishim uchun berilgan hadni 2 ga ko'paytirib bo'laman. Sabab ham 2 ga ko'paytirsa ham 2 ga bo'lsam qiymat o'zgaradimi? Yo'q. Demak, x kvadrat plus formuladagi 2 va a ni o'zi nimaga teng? X ga tengmi? Ana a ni o'zini yozdim va ko'paytirilgan b taqsimda 2a yozaman. Nimaga 2 bilan 2 qisqarib ketsa xuddi shu adni o'zi qoladimi? Endi men nimani hosil qildim? Formuladagi 2 ni topdim, a ni topdim va nima hosil bo'ldi endi? B. Menga yetmayotgan qism nima? Shuning kvadrati. Berilgan ifodani tenglikni ikkala qismiga bir xil mana shuni kvadratini nima qilishim kerak? Qo'shishim kerak. O'shanda ikkala qismi bir xil o'zgaradimi? Demak, xuddi shu hosil bo'ldi. Demak, b kvadrat plus 2a ning b taqsimda 2a ning nimasi? Kvadrat. Plus c taqsimda a teng 0 bo'ldi. Ana endi berilgan hadda nima hosil bo'ladi mana shu? Berilgan hadda hosil bo'ladigan qismi nima? Yana qo'shishim kerak 0 ga nimani? B taqsimda 2a ning kvadratini. Chunki hozir aytdim, tenglikni nima qismiga qo'shaman? Ikkala qismiga qo'shamiz. Ana endi bu yerda nima hosil bo'ldi? Bu qaysi formula? A plus b ni kvadrati. Ya'ni a plus b ni kvadrat o'rniga nima yozaman endi? X plus b taqsimda 2a ning qavs kvadrati. Va endi mana bu c taqsimda a ni tenglikni qismiga nima qilishim kerak? Olib o'tishim kerak. Faqat olib o'tayotganda ishorasi nima qiladi? Qarama-qarshisiga o'zgaradi. Hozir plus yozganman, u tarafga o'tsa minus c taqsimda a. Demak, endi formula tariqasida yozaman.
Natural ko'rsatkichli darajani xossasidan agar kasrning darajasi bo'lsa, u daraja ham suratga, ham makhrajga qo'shiladi. Ya'ni nima bo'ldi shunda? B kvadrat taqsim 4a kvadrat bo'ladimi? Minus c taqsimda a. Ana endi bu ikkalasiga nima qilishim kerak? Umumiy makhraj berishim kerak. 4a kvadrat bilan a ga umumiy makhraj nima? 4a kvadrat. Bunga yetmayotgan qism nima? 4a. Demak, surat makhrajiga 4a ni nima qilishim kerak? Ko'paytirishim. Nima hosil bo'ladi? X plus b taqsimda 2a ning qavs kvadrati teng b kvadrat minus 4ac taqsimda 4a kvadrat bo'ldimi? Ana shu yozuv sizlarga tanishmi? B kvadrat minus 4ac nimaga teng? Diskriminantga. Demak, kvadrat tenglamani yechayotganimizda biz diskriminant degan nomga murojaat qildik. Aynan diskriminant nima? Bir olimning ismi. Aynan o'sha olim shu diskriminantdagi mana bu belgilangan ifodani nimaga almashtirgan? Bittagina harfga, ya'ni o'z nomi bilan d ga. Tushunarlimi? Endi agar buni to'liq tariqasida yozsam, nima hosil bo'ladi? Ikkala tarafdan nima chiqarishim kerak? Ana bu kvadratni yo'qotib yuborishim uchun. Yo'q, nima? Ildiz chiqarsam nima hosil bo'ladi? X plus b taqsimda 2a teng. Ya'ni buni nima deb belgilayman dedim endi? D deb. Ildiz ostida d taqsimda 4a kvadratdan ildiz chiqarsam 2a. Faqat ildizdan chiqish sharti bo'yicha oldiga nima qo'yishim kerak? Plus minus, ya'ni ikkita ildiz bo'lganligi uchun. Ana endi hosil bo'lyapti menda x nimaga teng? Bu tenglikni bu qismiga olib o'tsam, nima hosil bo'ladi? Minus b plus minus ildizda d taqsimda 2a. Qayerdan kelib chiqqanini tushundingizmi? Bu diskriminant formulasidagi isboti. Tushunarli bo'ldimi? Endi bitta kvadrat tenglamaga doir bo'lgan to'liq bitta misolni yechimini ko'ramiz. O'qinglar. Misol ha. Beş x kvadrat minus 14x plus 17 demak shu ko'rinishda kvadrat tenglamani yechishim kerak. Avval sizlar mabodo bilmaysizlar, kvadrat tenglama yangi tushuncha, to'g'rimi? U uchun men nima ajratib olishim kerak? A ni, B ni va C ni ajrataman. A nimaga teng? a kvadrat 5 ga. B nimaga teng? Minus 14 ga. Chunki formulada nima edi? Plus edi. Demak, B bu yerda nimaga teng? Minus 14 ga. Ishora adashtirishim mumkin. A C nimaga teng? 17 ga. Endi kvadrat tenglamani yechishim uchun men nima topaman dedim? Diskriminant. Demak, diskriminant formulasini eslaymiz. Diskriminant nimaga teng edi? B kvadrat minus 4ac. O'z o'rniga keltirib qo'yaman. Nima hosil bo'ladi? D ni hisoblashim uchun b kvadrat minus 14 ni kvadrati minus 4 kara 5 kara 17. Hisoblaymiz. Minus 14 kvadrati 196 minus bu nima bo'ladi? 340. Endi sizlarga savol. Diskriminant aynan qanday nima hosil bo'ladi? Qo'sh. 196 340 ni ayiramiz. Minus 144. Endi sizlarga savol. Diskriminant manfiy chiqdi. Nima edi shart? Diskriminant manfiy bo'lsa, yechim bormi yo'qmi? Yechim yo'q. Demak, bu kvadrat tenglama bo'sh to'plam, ya'ni yechimga ega emas ekan. Bu Sanjar topgan misol yechimga ega bo'lmadi. Shu plyusga chiqsa agar keyin x1 x2 topamizmi? Shunga doir bo'lgan misol topilyapti. Demak, yana bitta misol ko'ramiz. X kvadrat minus 5x plus 4 teng 0 ko'rinishda bo'lsin. Demak, yana kvadrat tenglamani yechishim kerak va u uchun men koeffitsiyentlarni nima qilaman? Ajratib olaman. Bu yerda koeffitsiyentni ajratsam, a nimaga teng? 1 ga, chunki bir koeffitsiyent yozilmaydi, lekin bir koeffitsiyent
bor. B nimaga teng? Minus 5 ga, C nimaga teng? 4 ga. Demak, diskriminant formulasini eslayman yana. Minus 5 ni B kvadrat minus 4 AC. Yana minus formulani yozamiz. Diskriminant nimaga teng bo'ldi? Minus 5 ning kvadrati minus 4 karra 1 karra 4. Nima hosil bo'ldi? Minus 5 kvadrati 25 16. Ne chiqdi natijam? 9. Endi diskriminant 0 dan katta nechta yechim bor? 2 ta. Rahmat. Endi x1 va x2 formulasini yozaman. x1 u 2 nimaga teng? Minus b minus ildizda d taqsimda 2a. To'g'rimi? Ana endi buni ajratib yozaman. x1 ni o'zi nimaga teng? Minus b plus ildizda d taqsimda 2a. x2 nimaga teng? Minus b minus ildizda d taqsimda 2a. Endi ishlayman. x1 ni topmoqchiman. B necha edi? Minus 5 mi? Minus b nechaga teng bo'ladi shunda? 5. Yozib olishim uchun mana minus 5 tariqasida yozdim. Plus ildizda necha? 9 taqsimda 2 karra 1. Endi hisoblayman. Minus 5. Ya'ni 5 9 dan necha ildiz chiqadi? 3. 5 ga 3 ni qo'shsam 8. 2 karra 1 2. 8 ni 2 ga qo'ysam 4. Demak, birinchi yechimim 4. Endi x2 ni hisoblamoqchiman. x2 nimaga teng? Minus 5 minus ildizda 9 taqsimda 2 karra 1. Ya'ni nima bo'ldi? x2. 5 minus 3 2 2 karra 1 2 2 ni 2 ga bo'lsam demak x2 1 chiqdi. Nechta yechim bor? 2 ta. Birinchi yechim 4, ikkinchi yechim 1. Tushunarli bo'ldimi?